hammasi oshkor bo'ladi. Har doim boy va ta'sir kuchiga ega inson, xususiy orol, buzuqchilik, qurbonlar voyaga yetmagan qizlar, mijozlar esa dunyoning kuchli va mashhur shaxslari. Haqiqat yuzaga chiqa boshlaganda jurnalistlar ishga qo'shildi. Asosiy ayblanuvchi hibsga olindi va ko'p o'tmay vafot etdi. Vaqtinchalik shahvat, vaqtinchalik hokimiyat. Bunday yakun bunga arziydimi? Dunyo g'azabda, lekin bu yangilikmi? Turli mamlakatlarda va sohalarda qancha qarorlar bosim, manipulyatsiya, xizmatlar va nopok munosabatlar orqali quriladi. Hokimiyat olgan har bir inson sinovdan o'tadi. U vazifalarga qanday munosabatda bo'lyapti? Zaiflarga qanday munosabatda bo'lyapti? Bu voqea muqaddas yozuvdagi so'zlarni eslatadi. Yashirin hech narsa yo'qki, oshkor bo'lmasin. Ertami kechmi hammasi yorug'likka chiqadi va har doim amal qilayotgan har bir ishimizni javobini beramiz. Bu har birimiz uchun saboq bo'lsin. Ertaga uyatli va undan ham qo'rqinchli javobgarlikka sabab bo'ladigan ishni qilmang. Siz hokimiyatingizni qanday ishlatasiz? Oilada, ishda, munosabatlarda, izohlarda yozing. O'z vaqtini, o'z hayotini tahlil qilish vaqti.